Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Oripov Play kanali emas. Kuni kecha 9-sentyabr kuni kechasi adashmasam yarim tunda 12 lar atrofida 160 ming obunachidan ko'proq obunachiga ega bo'lgan asosiy Oripov Play kanali tomonidan osonroq qilib agar sizlarga tushuntirayotgan bo'lsam, hakkerlar tomonidan hujum uyushtirildi va kanalni boshqaruvini ular o'z qo'lga olishib, kanalimda YouTube'ning qoidalariga rioya qilmaydigan kontentlarni efir qilishgan, qanaqadir kriptovalyutalar, bitcoinlar haqidagi mavzularni va tong sahar YouTube'ga kirib qarasam YouTube'im ishlamayapti. Hamma narsa bilishim bo'yicha kompyuterdan tekshirganimdan so'ng YouTube kanalim YouTube'dan o'chirilgan va albatta men apellyatsiya qoldirdim vaziyatni to'g'ri tushuntirib. Bilmadim yordam beradimi, yo'qmi? Lekin harakat qilamanki asosiy kanalim qaytib kelishiga umidimni uzmaslikka. Va albatta tushkunlikka tushishga o'rin yo'q. Sababi har bir hayotimizda sodir bo'layotgan har bir ishda, har bir voqeada, har bir fojiada o'zini bir hikmati bo'ladi. Va Telegram kanalimga hazilomuz tarzda kanal tamom, yangi kanal ochmayman, men sindim. Shu tariqa xabarlarni yuborganimdan so'ng juda katta miqdordagi obunachilarimiz meni qadrlaydigan, men uchun mehribon bo'lgan va juda ham bir qadrli insonlar menga iliq niyatlar va shunga o'xshagan taskin so'zlarni yozib murojaat qilishdi. Barchalariga rahmat. To'g'risi bu vaziyat meni juda ham hayratda qoldirdi. Sababi shu vaqtgacha YouTube kanalimda bironta ham qoida buzilish bo'lmagan, mualliflik huquqlariga rioya qilganman. Kundalik video joylaganman va xavfsizlik tizimini 2 karra kerak bo'lsa 3 karra ta'minlaganman. Telefon nomerga ulaganman. Hech qanaqa menga telefonga xabar kelgani yo'q yoki Gmailimga kimdir mening akkauntimga kirganligi haqida hech bir ma'lumot kelgani yo'q. Shunchaki ko'zni ochib yumguncha kimdir mening kanalimni egallayapti, unda efir qilyapti va kanal YouTube'dan o'chirilib yuborilyapti. Adashmasam sizga bu holat tanish bo'lsa kerak. Bir necha blogerlarda ham xuddi shunga o'xshagan holat bo'lganligini menga ko'pchilik xabar berishdi. Xabar topdim, aniqladim, nima bo'lgan, qanday bo'lgan. O'xshash vaziyatlar bor, lekin asosiysi bolalar men achlaydigan yagona narsam bu o'sha kanalga ketkazgan vaqtim. 1 yildan ziyod vaqtim va unda yig'ilgan obunachilar va undagi menga bo'lgan izohlar, fikrlar, mehr, aloqa bu men uchun bor. Mening dunyoda borligim shu. Men bor narsam o'sha, ya'ni siz. Ishonchim komil emas, ushbu kanal ham qanaqadir bir xavf ostida emasligiga sababi bilmadim. Siz bu videoni ko'ryapsizmi yoki yo'qmi? Hozirda sizga rekomendatsiyadan bir videolarim chiqib kelyaptimi yoki yo'qmi bilmadim. Ammo yaxshilikdan umid qilaman. Menga faqatgina mana shunaqa bir tushkun holatlar yoki qanaqadir bir omadsizlik yoki shunga o'xshagan fojia deymizmi, balki o'shalar menga har doim kuch bergan. Birinchisi bu o'qishga kira olmay 2024-yil yiqilganim, balim hozirga yetmay qolgan va 1 yil tayyorlanib kelasi yil budjetga 1-o'rinda kirganman. Maqtanish emas, men shunaqa bir YouTube kanal yuritayotganda ham o'sha qoidaga rioya qilaman. Qachonki videoda aktiv kam bo'lsa, unda layklar kam bo'lsa yoki negativ fikrlar kam bo'lsa, qandaydir bir sizlarga tuyuladi, YouTube bilan shug'ullanganlar tushunadi. Videoingiz 10 bu YouTube studiyasida qolsa, o'sha meni 2 karra, 3 karra kuchaytirgan, har doimga motivatsiya, energiya bergan, ko'proq ishlashimga majburlagan, ko'proq qiziqarliroq narsalar tayyorlashga majbur qilgan. Men bularsiz yashay olmayman. Meni hayotimning bir qismi bu video tayyorlash, qiziqarli videolar tayyorlash, sizlarga uni namoyon qilish, taqdim etish, balki kimgadir yoqar, kimgadir yoqmagan holatlar bo'lsa ham. Va juda ham baxtliman, xursandmanki siz men bilan ekanligingizda. Kam qism bo'lsin, ko'p qismlaringiz bo'lsin, juda ham xursandman. Men bilan birga bo'lganligingiz uchun, menga yupatish berganlaringiz uchun Telegramdan, Instagramlardan videolar tayyorlab, YouTube'lardan ham juda ham xursandman va bolalar nima keragi bor, vaqt cho'zib yoki asosiy kanalim qaytib kelishini kutib